İkinci kısım. Sırlıq murda. Shunda qilib, biz mash'alni yiqib, qabr ichiga tushdik. Men mash'alni ko'targanimcha oldida maqdim. Qabrning ichi nihoyat cho'ng bo'lib, kichikroq silingan qasr bilan tang keladi. Qabrning ichiga Jin begim hayot vaqtida ishlatgan kitob jihozlari va boshqa nurg'un turmush buyumlari qo'shib dafn qilingan bo'lib, qabrning ichimi turalg'i uyga o'xshash qilib loyihalangan edi. Garchi qabrning ichi shundoq jimjit bo'lsa-mu, qabrning ichida yomonlikning beshorati bo'lgan bir xil mudhish puroq bor edi. Qabrning shunchaki ichkirisiga nazir chiroq uyi selingan bo'lib, yemakliklar texi yangi edi. Qaraganda kunda bir qitim almashtirib tursa kerak. Ay, bu qandoq bo'lg'ini? Jasadga nazar chiroq qilingan yemakliklarni nemishqa jasad sandig'iga uyga qilmay, qabrning chiqish ig'ziga yaqin bo'lgan uyga qiladi. Bu faqatla aqlga muvofiq emas-ku. Bu o'lgur. Sen ablahning zodi kallang joyidimi yo'q, ha? Bu yerda alvasti borlig'ini hamma odam biladigan tursa, seningcha ular bu yerda alvasti borlig'ini bilib turibmi? Yani yemeklikni jasad sandig'iga uyga akirishga paytini olami? Ay, bu ne? Men bu obdan bilaman. Hem bundaq bo'ladiganligini men bilgan. Lekin ayron qilayotganim, bu nazir chiroq uyi burilib mushiyaga silinganmi yoki bu uy nazir chiroq uyi qilib silinganmi? Nima? Sen ularni murda borlig'ini burilib biladigan demakchimi? Shundaq. Meningcha bo'lganda ular murda borlig'ini burilib bilgan. Lekin bu ishning sirtqa oshkorlanib ketmasligi uchun necha vaqtdan beri yoshirin tutgan. Eliq xizmatchining o'lganini boshqa xizmatchilar o'z ko'zi bilan ko'rgachga, ular buni amalsizlikdan oshkorlagan bo'lishi mumkin. Yo'q, seningcha buning ichida rostilla murda bormidi? Men nim bilay. Ular o'zlarini shunda qo'rqitishdimi yoki rostilla murda bormi? Menmi buningga bir narsa deyamayman. Lekin shuningga jazm qila olmaymanki, bu qabr ichida murda bo'lmagan taqdirdimi, cho'qim jin olvasdilar bor. Biz shundoq deyishganimizcha atrofni kuzatib minishga boshladik. Bu qabrning ichining biz kirgan yeri keng ho'yli bo'lib, oldi tarbiga qator ushshoq uylar silingan edi. Hay, buncha ko'p uylar orasidan Jin begimning jasad sandig'ini qandoqmi topamiz? Tasimi bir. Sen ajab kallangni ishlatmaydigan nima ekansan? Boyam hiliga xizmatkordan so'rab olsang bo'lmamdi deyman. Bundaqligini men nim bilay. Men bu texi cho'ngzalning o'tirsiga hayvat qilib jasad sandig'i qo'ygan chig'i debdiman. Bu Jin begim deganning qabri ichinimi qasrga o'xshash qilib nadim bilay. Tasimi bir. Sen ablah meni kallangni ishlatmading degicha kirishdan burun o'zing so'rasang bo'lmamdi, ha? Bu vaqtda ochiqlanishimning ortiqcha ekanligini his qildim. Demasam, uni men o'zim so'ramay, endi yangiga ochiqlansam, bu toza oqilonlik emasda qiladi. Emis qanday qilamiz, ha? Jin begimning qabrisini tezroq tepib, murda bo'lamdi yoki jin olvasti bo'lamdi, bir taraf qilib, amal va tezroq chiqib ketsak bo'ladi. Mening bu nas basquriyada 1 minutli turg'im yo'q. Biz mushi jasadning purqini bo'ylab mansaqla, cho'qim heliqi o'lgan xizmatkorni topa olamiz. Uni topdiq deganlik, Jin begimning jasad sandig'iga bir qadam yaqinlashdik degan gap. Mana to'g'ri gap bo'ldi. Demasmi, bu qabrdagi koni jasadlarning buncha kuchli puroq chiqarishi notoyin. Bu puroq cho'qim sening deganingdek qaysi kuni o'lgan xizmatkorning jasadining purog'i bo'lishi mumkin. Shuning bilan biz puroq kelayotgan tarafga qarab maqdiq. Degandek, bir chiroyli silingan uyga yaqin yerda bir yosh yigit qo'lida bir dal oltin uzugini tutib, usti beshi qonga milangan holatda yotadi. O'lgili texi ancha uzun bo'lmag'ach, sesiq puroq chiqog'ini bilan jasad texi degandek bak chirib ketmagan edi. Xo'p, bo'pti. U o'lgur, to'ymug'ur ablah. Qarama balaxo'rliqing, oxiri o'zingning beshig'i chiqibdi mana. Osh ko'zlik qilib, qabriga kirib bir narsa o'g'irlayman demagan bo'lsang, balkim hozir bu yerda jasading qolmas edi. Men bo'lsam, asta o'ltirib, jasadni tafsili kuzatishga boshladim.
Uning badanda bir narsaning o'tkir tirnoqlarining ro'shan iznasi qolgan edi. Jasadning faqat yuragili sug'urib ilingan bo'lib, boshqa yerlarga cheqilmagan edi. Men uning bo'ynini o'rib qarab boqmoqchi bo'ldim. Chunki agar uni murda o'ldirgan bo'lsa, avval cho'qim uning qinini ichgan bo'ladi. Shuning bilan men asta uning bo'ynini yon tarafga qilib qarab cho'chib ketdim. Murda? Bu vaqtda atrofni ko'zlayotgan Yanxi mening gapimni anglab cho'chib jasadga qaradi. Jasadning bo'yinda bir narsaning tishlagan tish izi turadi. Bu aniqli murdining tish izi edi. Chatoq bo'ldi. Bu yerda rostli murda bo'lgan emasmi? Seningcha biz uningga taqobil tura olamizmi? Ha? Odatdagi murda bo'lsa taqobil turmak oson edi. Qaraganda bu uzun yillik murda o'xshaydi. Uning ustiga odam qani ichirikka. Taqobil turmagimiz qiyin bo'larmikin? Shundoq bo'lsa-mu, uni yo'qotmay amalimiz yo'q. Agar undaq qilmasak, bundan keyin bu kasbning dilini yeyishimiz texmi tasga tushidi. Undaqda biz berib atrofimizdagi uylarni tafsili tekshirib boqaylik. Balkim jasad sandig'i mush atrofga yaqin bir uyda bo'lishi mumkin, ha? Men Yanxini boshlab mangdim. Biz udul mengib boshqa uylarga qaraganda sal cho'ng bo'lgan. Bezilishimi boshqa uylardan sal farqli bezalgan bir uyning oldiga keldik. Jasad sandig'ining mush uyda ekanligiga jazm qila olamsan. Shundoq. Bu uyning bezilishiga qaraganda jasad sandig'ining mush uyga qo'yilgan bo'lishi ehtimolga yaqin. Men shundoq deganimcha Yanxini boshlab yilqi uyga kirdim. Degandek, uyning o'ttirsig'i yo'g'on qilib, qor jasad sandig'i qo'yilgan bo'lib, nimishqidir jasad sandig'i tuz qilib qo'yilmay, yanto qilib qo'yilgan edi. Uyning o'ygisining jasad sandig'i qo'yilgan yerning o'ttirsidan bir odam patqudak to'shik ichilgan edi. Uyning ichiga cho'gilitib aynak qo'yilgan bo'lib, sirtdan tushgan oyning yo'rig'i jasad sandig'i sundirgan nurdan uyning ichidagi aynaklarga tushib, bu yerni so'z yo'ritib turadi. Buning usti balkim ibodatxonaning orqa hovlisi bo'lsa kerak. Menmo bu yo'riq yerda yana mash'al yondirib yurishning ortiqcha ekanligini his qilib, mash'alni o'chirib etdim. Yanxi, sen mushundaq jasad sandig'ini yanto qilib qo'yganini ko'rganmi? Yo'q, ko'mabdi ekanman. Nimishqa bu jasad sandig'ini yanto qilib qo'ygandi? Uning faqat bir xil ehtimolligi bor. Ular jasadning murdaga o'zgarishini o'zlari xohlab mushundaq qilgan bo'lishi mumkin. Bularni demasanmi, sen bilatding-ku. Odatda kun nuri jasad sandig'iga bevosita tushsa, ichidagi jasadning murdaga o'zgarishini kontrol qila oladi. Agar u yanto holatda tushsa, sungan nurning murdaga qarshi turish roli bo'lmaydi-da, jasad sandig'idagi jasad asli murdaga o'zgarib ketmamdi. Demasimi, Yanxining bu gapining asosi bor edi. Men shularni o'ylayotganimda qo'limdagi mash'al tuyuqsizli o't ilib ko'yishga boshladi. Men buni Yanxining qilgan ishi deb bilib, ortiq gap qilmay mash'alni o'chirib etib, yana bu ishlarni o'ylashga boshladim. Bu vaqtda qo'limdagi mash'al yana o't ilib ko'yishga boshladi. Men Yanxiga qarab vaqirdim. Bu o'lgur. Bizni mushti qabrning ichidan chiqamay o'lsin demsa. Men o'tni men qo'ymagan tursam. Yanxi bo'lsa qo'rqib ketgandan chiroyimi o'ngib ketgan bo'lib, orqa tarafni ko'z tutib turardi.